ve yaxshi amalni qilib, men mu'min musulmon deb dunyoga o'zini jakolab, o'zining iymonini, o'zining e'tiqodini dunyo xalqiga jakolagan, o'zi iymon aytib, yaxshi amallarni qilgan. Shuningdek, ulug' Alloh taoloning bandalarini Alloh taolo tarafiga chaqiriq qilgan bandadanmi chiroyli so'z jihatda kim bor? Hech kim yo'q deydi Alloh taolo. Eng chiroyli so'zlaydigan inson Alloh taoloning bandalarini Alloh taoloning tarafiga chaqirgan. Alloh taoloning bandalarini Alloh tarafiga da'vat qilgan inson mana shu haqiqiy buningdan chiroyli, buningdan go'zal so'zlaydigan odam yo'q deb Alloh taolo ahsan iborati bilan alohida so'zlaydi. Haqiqiy ixlos, haqiqiy ashundoq ulug' Alloh tabaraka va taoloni rozi qilgan amalning birinchisi ulug' Alloh tabaraka va taoloning tarafiga chaqiriq qilish, da'vat qilish. Hamda da'vat qildim, tashviqot qildim degan bilan lekin ashuningki o'zi qilgan so'z, o'zi qilgan gaplarga o'zi amal qilmasa, bundoq odamning o'zimi ham dinga xiyonat qiladi. Iymon, islomga xiyonat qiladi. Shunga va amila solihan Allohning bandalarini Allohning tarafiga da'vat qilib chaqirish bilan birga shu da'vatning natijasida xalqlarga dabdurab bilan o'ltamasdan yaxshi amallarni o'zi ishlagan, yaxshi amal qilgan. Ve qala innani minal muslimin. Yani bu cezmen men musulman deb dunyoga jakolab, o'zining iymonini, o'zining e'tiqodini, o'zining to'g'ri aqidasini dunyo xalqiga namoyon qilgan odamdanmi so'z jihatda kim shunday go'zal so'zlaydigan, chiroyli so'zlaydigan kim bor deb ulug' Alloh subhanahu va taolo bu oyatning o'zida birinchidan ulug' Alloh taoloning bandalarini Alloh tarafiga da'vat qilish, chaqiriq qilishning muhimligini bayon qiladi. Ikkinchidan da'vat qilgan odamning cho'qim yaxshi amallarni o'zi qilishning muhimligi chiqadi. Uchinchidan o'zining iymonini, aqidasini dunyoga namoyon qilish, oshkora qilish, yushirmaslik, maydonini oshkora dunyoga e'lon qilishning muhimligi chiqadi. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'de özünün meydanını cekalaşkan, çakırıp kılgan ayet, nurgun ayetleri Allah subhanahu ve teala. Şuna biz hakiki mümin Müslüman, biz mümin Müslümanlıkın şartına uygunlaşmak gibi olsak, Allah subhanahu ve teala'nın bendilerini Allah tarafı çakırık meselesi, naiti sili bizde de naiti az kılıklı. Şuna Allah subhanahu ve teala kuntum hayra ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhavuna anil munkar ve tu'minuna billah. Sile ey Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetleri sile yakşı ümmet oldunlar. Sile ümmetin yakşısı sile deydi Allah Teala Muhammedur Resulullah'ın ümmetine. Sile bunda yakşı ümmet oldunlar ki uhricet linnas insaniyetin menfaati için çıkarılgan ümmet sile. Sile şahsi ümmet emezsile. Nimesi ve tu'minun ve ta'murun bil ma'ruf. Senin yakşı bulab kılışınlıdaki sebep Allah Teala buyurgan işlerini üzerine kılış bilen birge şu işlerini başkalığı buyurursa ta'murun bil ma'ruf ve tenhavna anil münker. Allah Teala inkar kılıp kımma diyen münker işlerinin üzerine sili üzerine yenisle başkalarının üzerine hem tosusla ve tu'minun billah Allah Teala'ga hakiki işinizle sizning eng yaxshi ummat bo'lishinglardagi 3 xil vasfa bor dedi Alloh taolo. Birinchidan yaxshilikni buyurish, ikkinchidan yomonlikdan to'sish, uchinchidan Alloh taologa haqiqiy ma'nodan ishonish. Mushu 3 xil alohidaliklar bilan sizlar ummatning yaxshisi bo'ldinglar. Ilgirki ummatlarning o'zi shu da'vat degan payg'ambarning vazifasi. Payg'ambar o'zi desa bo'ldi, biz demasakmi bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo mana Qur'oni Kerimda aniq degan, sizlar ahli kitoblarga o'xshash bo'lmanglarki, ular munkarni ko'rgan chaqda uningdan to'smaydi, yaxshilikni buyurmaydi degan oyat Qur'oni Kerimda ahli kitobga o'xshamanglar dedi. Muhammedur Resulullah sallallohu alayhi vasallamning ummatini bir bütün yaxshilikni buyurish, yomonlikdan to'sish, Alloh taologa haqiqiy ishonish. Mana shuning orqali yaxshi ummat, eng yaxshi inson